Yoshlik sizga sirli va qiziqmi? Unda bu siz uchun. Har kuni dunyo bo'ylab millionlab kiberhujumlar sodir bo'ladi. Phishing, zararli dasturlar va ma'lumotlar o'g'irlanishi tobora kuchaymoqda. Har ikki tanishingizdan biri hujum qurboni. Siz esa real natijali kiberxavfsizlikni hatto bepulga o'rganishingiz mumkin, birgina ilova bilan. Ammo ko'pchilik hali ham faqat nazariyani o'rganish bilan cheklanadi. Haqiqiy mutaxassis esa amaliyot orqali shakllanadi. Linux, tarmoqlar va real laboratoriyalar sizni tayyorlaydi. Shu sabab kiberxona yaratildi. Kiberxavfsizlik va dasturlashni amaliy o'rganish platformasi. Kiberxona bilan hoziroq boshlang. Kiberxavfsizlik va dasturchi bo'lish o'z qo'lingizda. Kiberxavfsizlik va dasturlashni amaliy o'rganish platformasi.